tushda odam moyaga ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, har kim o'z moyagining katta bo'lib qolganini ko'rsa, quvvat, farzand va molining ziyoda bo'lishiga dalildir. Tushida har ikki moyagining kichrayib qolganini ko'rsa, yuqoridagilarning aksidir. Kimki tushida moyagini kesib yuborilganini ko'rsa, dushmanlari uning ustidan g'alaba qozonishi ishorasi. Agar tushida o'z moyagini birovga berganini ko'rsa, haromzoda farzand tug'ilishi va nasabi boshqa kishidan ekanligiga dalildir. Kimki tushida moyaklari shishib ketganini ko'rsa, ko'p mol topishiga ishora, lekin unga dushmandan xavf-xatar yetadi. Agar tushida moyaklari cho'zilib ketayotganligini, chunonchi yerda sudralib yurganini ko'rsa, moli nihoyatda ko'payishiga ishora. Tushida o'zga bir erkakning moyagini tortayotganini ko'rsa, har ikki erkak bir-birining xotini bilan buzuqlik qilishiga dalildir. Agar tushida o'z moyagining terisini tortayotganini ko'rsa, kimdir farzandiga sitam qilishiga ishora. Agar tushida kimdir uning moyagini qattiq ushlaganini ko'rsa, farzandining o'limi haqidagi xabarni eshitadi. Ammo farzandi bo'lmasa, hurmat va e'tibori kamayishiga ishora. Tushida moyaga tagidan kesib olinganini ko'rsa, quvvati qirqilishiga ishora. Agar tushida moyaklarni ip yoki boshqa narsa bilan bog'lab qo'yilganini ko'rsa, ishlari chappasiga ketishini bildiradi. Jobir Mag'ribiy aytadiki, tushdagi odam moyagi dushmanning shiddatini qaytarishga dalildir. Dushmanning shiddatini qaytarishiga dalildir. Agar tushida moyagi nuqsonli ekanligini ko'rsa, dushman uning ustidan zafar topishiga ishora. Agar tushida chap moyagini sug'urib olganini ko'rsa, halok bo'lishini bildiradi. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi moyak 7 narsaga dalil bo'ladi: farzandga, molga, ahli oilasiga, obro'-e'tiboriga, ulug'likka, hojatni qidirishiga, murodga yetishiga. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.